savol berishdi, o'g'lingiz bormidi? Og'ir botashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Arzon trikotajga xush kelibsiz. Rahmat. Qizlarning kiyimlari qaysi tomonda? Hozir bu yer tarafda. Mana qizlarimizga bu yerda arzon 35 mingdan chiroyli dvoykalarimiz bor. Xohlasangiz bu yerda zamochkali dvoykalarimiz ham bor. Bular ham 35 mingdanmi? Ha, bular ham 35 mingdan. Xohlasangiz o'g'il bolaga kiydiradigan bu yerda o'g'il bolacha, qiz bolacha variantli dvoykalarimiz ham bor. Mana bu yerda 29 mingdan pletlarimiz bor. Bu yerda raddomdan olib chiqishga 85 ming, 99 minglarda konvertlarimiz ham bor. Bu yerda otdelimizda pijama otdelimizda mana chaqaloqlarimiz uchun 39 mingdan pijamalarimiz bor. Bu yerda otdelimizda bo'lsa kurtka otdelimizda 75 mingdan 99 minggacha bo'lgan o'g'il bola, qiz bola uchun chiroyli kurtkalarimiz bor. Bu yerda otdelimizda qizlar uchun 65 mingdan dvoykalarimiz bor. Voy, rosa chiroyli ekan. Bu ham chiroyli, sifati vasha chiroyli, bomba. Bu tarafda o'g'il bola otdelimizda narxlari 79 mingdan. Hozir onajonlarga juda ham ko'p bolalarga olishyapti o'g'il bolalarga. Yo'q, shart emas. O'g'lingiz yo'qmi? Xaridingiz uchun rahmat. Yana sizni do'konlarimizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, kelib turing. Alo, dadasi. Ha, onasi nega ovozing boshqacha? Hozir savol berishdi, o'g'lingiz bormidi? Og'ir botashgan. Sizgachi? Onasi qiziq gaplarni gapirasan. 3 ta qizim bor ekan, Xudoga shukr. 10 ta qizim bo'lsa ham roziman. Senga o'xshasa bo'ldi qizlar. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim. Jon desa jonim